Assalomu alaykum. Bobog'ozi MFYda, Andijon tumani Bobog'ozi MFYda joylashgan 11-25 konturda ekilgan bir kontur bir mahsulot kartoshka, ya'ni kartoshkalarimizni qayta monitoring qilgani yetib keldik. Hozirda kartoshkalarimiz gullagan, pishish arafasida. Shu oyni yakuniga qadar kartoshkalarimizni hosilini yig'ib olamiz. Kartoshkalarimiz orasiga makkalar ham chiqib ketib qopti, ko'katlari ham kattayib ketibdi. Chunki bular tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilyapti, sug'orilyapti. Ushbu loyihaga Shohista Mavluda Shahriyor ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Mana 11 gektar yer maydoni, 11 gektar bo'lib 47 ta fermer dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir sotikdan 18 tonna kartoshka yig'ib olish rejalashtirilmoqda. Birinchi hosilni yig'ib olingandan so'ng ikkinchi hosilga ham yuqori daromadli ekin ekish rejalashtirilmoqda va aholini yuqori daromadlarga ega bo'lishi mo'ljallanmoqda.